Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Biz bugun shunday tarixiy davrda yashayapmizki, Allohni tanqid qilish mumkin, lekin Shavkat Mirziyoyevni tanqid qilib bo'lmaydi. Bu gapga isbot shart emas. Sababi vaziyat ko'rib turibmiz, hamma biladi. Dunyoda 8 milliardga yaqin aholi bo'lsa, shundan bor yo'g'i 1,5 milliarddan ko'prog'i musulmon, qolgan 6 milliarddan ko'prog'i kofir. Allohning va dinning dushmani. Ya'ni 6 milliarddan ko'proq odam Allohni yo'q deb, Allohni tanqid qilib, Allohga qarshi, dinga qarshi kurashib yotibdi. Lekin Alloh bularni ko'rib, halimlik bilan sabr qilib turibdi. 1,5 milliarddan ko'proq musulmon Alloh bor deb turibdi. Agar buni foizga hisoblaydigan bo'lsak, taxminan 80%, 85%ga yaqin aholi, dunyodagi aholi Allohga qarshi turibdi, Allohni yo'q deyapti. Lekin ozgina 15%dan ko'prog'i Alloh bor deb to'g'ri yo'lda turibdi. Endi bizda O'zbekistonda esa 38 millionga aholi yaqinlashib boryapti. Lekin hech kim Mirziyoyevni tanqid qilmaydi. Chunki Allohda adolat bor, Mirziyoyevda adolat yo'q, davlatda adolat yo'q. Mirziyoyevni tanqid qilganlar bloger bo'lsin, boshqa bo'lsin, allaqachon umrini qamoqlarda o'tkazyapti. Katta jarimalarga tushib, jimgina o'zini ko'rsatmay yuribdi tanqid qilganlar. Ba'zilari Valijon Kalonovga o'xshaganlar jinnixonada tiqilib yotdi necha yildan beri. Davlatning butun qurolli kuchlari-yu, ichki ishlari-yu, davlat xavfsizlik xizmati-yu, sudlari-yu, prokuraturasi-yu, hammasi o'zining birinchi, ikkinchi, uchinchi darajali ishlari naryoqda qolib, Mirziyoyevni tanqid qilganlarga qarshi kurashyapti. Mahalla va fuqaroboy sifatida ishlayapti bular. Kim tanqid qilsa, tamom. Unga qarshi kuch yog'iladi. Respublikada bitta ham muxolifat partiya yo'q. U qo'g'irchoq partiyalar 5 ta bor-ku, ular bittasi misol Xalq demokratik partiyasi degani biz o'zimizni muxolif deb e'lon qilamiz dedi. Buning o'zi ham shu bir rejaning bittasi, siyosiy reja. Lekin muxolif partiya tuzaman degan Qidirnazar Alloqulov domlaga qancha harakatlar, necha yildan beri, salkam 5 yil bo'lyapti. Bir karra partiya tuzdi, ikki marta partiya tuzdi. Hamma tuzganlar, kimlar qatnashgan bo'lsa, hammasi pushaymon qilindi, qamoqlarga tortildi. Endi shu darajada qattiq kurashyaptiki, davlat va tashkilotlar shu partiya tuzishda bittagina ilinji bo'lgan partiyaning yuridik manzili bo'lishga arziydigan bittagina bor yo'g'i joy bor edi. U ham bo'lsa professor domlaning, Qidirnazar Alloqulovning Surxondaryodagi, Surxondaryoning chetidagi birgina mulki, ya'ni noturar joy bor edi. Uni ham davlat tortib olib, hattoki shunday sharmandalikka borib yetildiki, nima Alloqulovning o'zining mablag'i hisobidan shuni buzib tashlasin degan qarorlar chiqarildi. Bu
konstitutsiya, qonunlar ishlamaydi degani bu. Qarang, 27 yil hukmronlik qilgan Islom Karimov davrida Xizr Alloqov 14 marta sudlarda yutib chiqdi. Lekin hozir hamma sudlar ahvolni eshityapsiz, hozir aytdim. Bu mulkni tortib olishga kuchi yetmadi-yu, lekin shuni buzib tashlasin degan qaror chiqarib qo'yibdi. Xabarlaring bor. Qanchadan qancha tadbirkorlar mulki tortib olinib, buzib tashlanib, yig'lab turib murojaat qilib chiqyapti. O'rtoq prezident, sizdan boshqa bizning himoyachimiz yo'q deb. Lekin hech kim uni eshitmaydi. Dabdabali nom bilan Yangi O'zbekiston deb ataladigan yurtda birorta kanal na Mirziyoyevni yo vazirlarni ochiqcha tanqid qiladi. Birontasi yo'q. Faqat internet, ijtimoiy tarmoq degan kenglikdan foydalanibgina odamlar shuni tanqid qilyapti. Ishlar noto'g'ri bo'layotganini aytishyapti. Bir necha yillardan beri surxondaryolik Shoberdi Hojibobo Suyunov davlatni tanqid qiladi. O'rtoq Mirziyoyev mana bular sizning siyosatingizga qarshi deb vaziyatni ochiq aytib chiqadi. Lekin eshitadigan odam yo'q. Mana bu kishi necha marta aytadi, necha yildan beri ketma-ketiga aytib kelyapti. U odam o'sha vaqtlar edi, bundan 3-4 yil ilgari Toshkent shahar prokuraturasida ishlaydigan Ulug'bek Qosimovni tanqid qilardi. Qiziqlikni qarangki, ajoyibotni qarangki, o'sha tanqid ostiga uchrayotgan noto'g'ri ishlar qilib yurgan Ulug'bek Qosimov xuddi tepadan uchib borgan qushday bo'lib Surxondaryoga hokim bo'lib qoldi. Go'yoki o'sha Shoberdi hojining ham ovozini o'chirib tur, sen o'sha yoqqa bor deganday qilindi. Nima deysiz bunga? Endi doim Shoberdi bobo aytib chiqadi. Ulug'bek Qosimni necha tanqid qilib, prezidentga necha murojaat qilyapti, necha qayta murojaat qilyapti. O o'rtoq Shavkat Miromonovich deydi, hurmat qilib aytadi. Bu Ulug'bek Qosimov boshchiligida qilinayotgan jinoyatlarda mana men qo'limda hujjatlar turibdi deydi. Lekin yo'q, buni eshitadigan odam yo'q. Necha marta murojaat qilgan u kishi. Eshitadigan odam yo'q. Jinoyat deyapti-ya. Aslida bir joyda jinoyat bo'lyapti. Jinoyat amalga oshirilyapti desa, nafaqat prezident, prokuratura birdaniga DXX, ichki ishlar borib shug'ullanib haqiqatni yuzaga chiqarish kerak. Bizda trend bo'lib ketdi-yu, siyqasi chiqib ketgan gap. Ya'ni qonun ustuvor, jazo muqarrar. Yo'q, bu gap ishlamaydi. Ishlaganda u allaqachonlar o'sha Ulug'bek Qosim u yoqqa bormasdan turib ishi ko'rilishi kerak edi. Endi o'sha tanqid qilingan jinoyatchilarni qo'llab-quvvatlayapti degan Ulug'bek Qosimov tekshiruvga olinish o'rniga Shoberdi Hojibobo va boshqa tanqid qilayotganlarning ovozini o'chirish uchun Surxondaryoning ustiga minib turibdi. Qanday qiziqmi? Go'yoki prezident choy ichib, osh yeb o'tiribdi-da. Ulug'bek, o'sha yoqni senga topshirdim, uvol savobini. Bilganini qil deb qarab o'tiribdi. Prezidentning qarorlari ham amalga oshmaydi.
Prezidentning buyruqlari ham amalga oshmaydi. Bu bilan ishi yo'q prezidentning. Ta'lim sistemasi abjaq chiqib ketdi. Lekin islohot qilinyapti deb falon trillionlar pul ajratiladi, lekin battar bo'lyapti. Ahvol battarga ketyapti. Sog'liqni saqlash tizimi ham. Endi buning ustiga mana yaqinda qaror bilan pulli qilib qo'yildi. Qanchadir qismi shartlari bor. Ochiqchasiga endi yana ham qiyin bo'ldi. Oddiy xalqmisan, puling yo'qmi? Demak, sen ikkinchi sortsan degan. Olti yetti yil bo'lib ketdi. Kambag'allikni qisqartirish degan vazirlik ishlab boyib yotibdi, unda ishlaydiganlar. Lekin xalq kambag'allik ketyapti, battar qashshoqlashib ketyapti. 6-7 yildan beri korrupsiyaga qarshi kurash agentligi ishlayapti, lekin korrupsiya gullab yashayapti. Gullab yashnayapti. Qoyilmisiz? Albatta. Qo'shniroqchilar qoyilmiz. O'zi u korrupsiyaga qarshi kurash agentligini tuzmasa ham bo'lardi. Shunda ham DXX, ichki ishlar, prokuratura, sud korrupsiyaga qarshi kurashish kerak edi. Lekin yo'q, unaqa emas. Keraksiz vazirliklar, keraksiz agentliklar, tashkilotlar shunaqa ko'p tuzildiki, go'yoki davlatning birinchi ishi yangi tashkilot tuzish, yangi vazirlik tuzish, joylar nomini o'zgartirishga o'xshaydi. Lekin aslida yangi vazirlik tuzish, yangi tashkilot, yangi agentliklar tuzish, ularning nomini o'zgartirish davlat uchun katta mablag'ga aylanib ketadi. Ya'ni O'zbekiston o'zi qashshoq mamlakat bo'lib turibdi. Tashqi qarz 70 milliarddan oshib ketgan. Lekin uni to'g'ri joyga sarflash o'rniga keraksiz narsaga mana shunday yangi vazirlik tuzamiz, yangi agentlik tuzamiz, mana vazirlik nomini o'zgartiramiz, mana yangi rayon tuzamiz, mana yangi universitet tashkil qilamiz, universitet nomini o'zgartiramiz deb davlatning mablag'i keraksiz joylarga sarflanadi. Buni so'raydigan kishi yo'q. Faqat Mirziyoyev shaffoflik degan gaplarni gapirardi, hozir gapirmay ham qoldi. Gapirgan bilan nima foydasi bor uni? Shaffoflik yo'q-ku. Davlatning shuncha tashqi qarzi qayerdan olindi, qayerga sarflanyapti? Shaffoflik bo'lib ochiqlanish kerak edi, ochiq xohlagan kishi. Yo'q, unaqa emas. Iqtisodchi yigitimiz ilgariroq O'zbekistonning vijdoni deb aytib chiqdim. Otabek Bakirovning kanaliga qarang. Bir necha yildan beri davlatning noto'g'ri qarorlari ustidan tanqid qiladi, fakt bilan gapiradi. Hattoki yashirin qarorlar monopolistlarni qo'llagan haqida yozadi. Lekin vaziyat shunaqa, shunday ketyapti. Bilganini qil deydi. Go'yoki prezident atrofida qarindoshchilik, tanish bilishchilik shu darajada kuchayib ketganki, ular davlatni egallab olgan. Hech kim qarindosh urug'chilikka, tanish bilishchilikka, korrupsiyaga qarshi kurasha olmaydi. Chunki davlatning o'zi shuni qo'llab turibdi. Bu gaplarni aytar ekanman. Yaqin kunlarda 1 yil to'ladigan bitta voqeani albatta aytishim kerak. Bu Suriyada bir diktator bor edi. Bashar Asad degan. Oldinroq otasi chorak asr, undan keyin o'zi chorak asr hukmronlik qilib, Suriyani rasvo qilib, o'tgan yilda 7 dekabrda qochib kelib, bir katta diktator Putin deganning qo'ltig'iga tiqilib o'tiribdi. Moskvada endi bechora xuddi uy qamog'iga tushganday.
milliardlar puli bor, hamma topgan boyliklari, uy, buy, mashinalar hammasi Suriyada qolib ketdi. Endi prezident Putinning qovog'iga qarab o'tiribdi. U bilan uchrasha olmaydi ham, u uydan chiqolmaydi ham. Bechora nima qilsin? E'tibor qilgan bo'lsangiz, men shu Bashar Asadni eslatish bilan Mirziyoyevni ham o'shanga qandaydir darajada o'xshatyapman. Ya'ni taqqoslayapman. Lekin Mirziyoyevga ichimdagi do'stligim shuki, butun xalq bo'lib u kishini haqqiga bitta duo qilishimiz kerak. Ya'ni Bashar Asadga o'xshab sharmanda bo'lmasin. Alloh sharmanda qilmasin. Shuni so'rab duo qilishimiz kerak. Chunki Mirziyoyev prezidentligining dastlabki 2 yilda xalq uchun ancha-muncha ishlarni qildi. Konvertatsiyani ochdi, chegaralarni ochdi. Hamma hokazo ishlar. O'sha xalqimiz uchun qilingan ozgina ishlarning hurmatidan u kishi haqida duo qilishimiz kerakki, Alloh sharmanda qilmasin u kishini. Bashar Asadga o'xshab sharmanda qilmasin. Ataga bunday qilganda u kishi ham sharmanda bo'lib turibdi. Sharmanda bo'lib turibdi deganda men nima nazarda tutyapman? Xalq bilan ochiq, oshkora muloqot qila olmaydi. Qayerlarga borib xalqning orasiga har zamonda kirib gaplashib qolsa ham odamlar faqat rahmat aytadi, boshqa gap aytolmaydi. Chunki u kishining atrofi qurollangan kuchlar bilan turibdi. O'sha u kishining atrofida xalq hech kim tanqid qila olmaydi. Siz o'rtoq prezident falon ishni noto'g'ri qildingiz deya olmaydi. Faqat rahmat aytadi. Mana bu yuzlar kulib turish kerak. Rahmat, sizga rahmat deb turish kerak. Shu. Shuning o'zi prezidentga katta jazo. Hech kim bilan ochiqcha muloqot qila olmaydi xalq bilan. Xalqimizda oshing halol bo'lsa ko'chada ish deydi-ku. Bunga teskari bu gaplar. Qolaversa, ijtimoiy tarmoqlarda bir necha yillardan beri odamlar murojaat qilib prezident bu narsalarda eshitmayotgani, ya'ni eshitgan taqdirda ham e'tiborsiz tashlayotganining o'zi bu prezidentning korrupsiyaga qarshi kurasha olmasligini bildirib turibdi. Qarindoshchilik, tanish-bilishlikka qarshi kurasha olmasligini ko'rsatib turibdi. Mana bu sharmandalikda bu. Bu aytayotgan gaplarim davlat organlariga ham, Mirziyoyevga ham yoqmasligini bilaman. Lekin men ko'rib turgan gaplarni aytyapman. Lekin men ulardan keladigan yomonlikdan Allohdan panoh so'rayman. Shu kuchlardan menga josus tashlaydigan yo menga bir yomonlik qilishni reja qiladiganlar bo'lsa, Alloh taolo hammasini, kattasi kichigini mening yo'limni to'sadigan, men oldimga kelib menga yomonlik qilmoqchi bo'lganlarni shu niyatlari paydo bo'lgan vaqtda, shu tillaridan shu chiqqan vaqtda Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zi aytgan Somiriyga bergan la misas degan kasallik, ya'ni mahov kasalligi bilan Alloh taolo jazolasin. Mening boshqa himoyachim yo'q. Shunday jazolasinki, xalqning ichida ham, oilasining ichida ham sharmanda bo'lib rasvo bo'lsin. Chunki men haqiqatni gapirdim. Allohdan umidvorman. Hali aytadigan gaplar ko'p. Chunki men bu gaplarni prezidentga dushmanlik deb aytmayapman, prezidentga do'stlik deb aytyapman. U kishining haqqiga yaxshi duo qilaylik, Alloh u kishini sharmanda qilmasin. 68 yoshdan o'tdi u kishi. Alloh sharmanda qilmasin. O'sha xalqqa qilgan yaxshiliklari, yaxshi ishlari, qachon bo'lsa yaxshi qilgan ishlari tufayli u kishini Alloh gunohlarini kechirsin, sharmanda qilmasin. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.